Assalomu alaykum, hurmatli akalar, ukalar, chorvadorlar. Bugun biz Namangan viloyati Kososoy tumanidagi Qovun Taruz bozorida qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Narxlar o'ta bo'm bo'lib ketibdi, akalar. Bashi bekorga bo'lib ketibdi. Like bosib, kanalga obuna bo'lib, videoni kuzatib boraverasizlar. Biz videolarimizni boshladik. Hop, bo'lmasa biz akalar mana boshladik. Qovun Taruz narxlarini qo'ldan kelgancha yoritib boraveramiz. Mana narxlar o'ta bo'm bo'lyapti. Aka, nechi pullarga taruzda bir yor? Taruz 1200 so'mdan akakilar. 1200 so'mdan kilosi. Dehqonchilik. Dehqonchilik, ha? 5tasi 25 ming, bittasi bonus. 5tasi 20. 5 ming. Tanlab beraman, o'zim ko'rmay. Gap yo'q. Akalar mana. Kelinglar mana. Taruzlar 1200 so'm, donasi 5 ming. 5 taga bitta bekar, 10 taga ikkita bekar. Gap yo'q. 1000 so'm kilosi donasi mana 20 ming. Qo'llaringizga tosh bo'lsa. Aka, Kilosi 1300 so'm. optimga nechi pul deymiz? Optim oladiganlar. Optimga 8 so'm aka, 1 tonnagacha. 1800 so'm. Optimga kilosi 8 so'm. 800 so'm 1 tonnagacha. Gap yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying. 88 lar 251 0201. 0201. Tayyor. Qayda manzil? Manzil To'raqirg'on shahar, Daryo bo'yi. Daryo bo'yi, Shahant akalar, aloqaga chiqarasizlar mana. 6 kilo shablon. 6 kilo shablon, gap yo'q. Kelinglar, donasi Aksiya o'tib ketdi. 5 taga bitta bekar, 10 taga ikkita bekar. Keling. Gap yo'q, baragasini bersa. Hop, keyingisi. Setkada dina apatini 2000 so'mdan mana kimga mana? Donasi 2000 so'mdan. Donasi 2000 so'm. 5 tog'anga bitta bonus. Nomi qanaqa buni aka? Handalakda obunovat chashtirilgani. Ha, gibrid deymiz, ha? Gap yo'q, handalakka obunovat chashtirgan akalar mana. Donasi 2000 so'mdan olibdi. 2000 so'm. 5 tog'anga bitta bonus. 5 taga bitta bonus. Ha, 5 Gap yo'q akalar mana. 5tasi olganga bittasi bonus ekan. Hop, biz akalar davom etamiz. 5 mingga shunda 20 Mana. Narxini qo'ldan kelgan. Nechi puldalarga aka? 10 ming so'm. Donasi? 3tasi 10 ming so'm, 3300 dan tushadi aka. Ha. 3tasi 10 ming so'm. Kilogacha? Yo, kilo yo'qib ketdi. 1200 so'm. Kilo yo'qib ketdi. Faqat donaga bo'lyapti. Dehqonchilikmi aka? Yo'q, sotilgan. Sotadigan, ha? So'mni olingan. 1000 so'mni olingan. 1300 dan sotilyapti. Gap yo'q. Baragasini bersa akalar mana. Taruz o'ta narxlar bo'm bo'lib ketdi. Aka, nechi puldan aka qo'llarimiz? Qo'llar mana donasi 15 ming olaverasiz. Donasi 15 kilogacha, kilo yo'qmi? 3000 so'm qo'yib beramiz. Kiloga 3000 so'mdan qo'yib berilgan akalar mana. Dehqonchilik, tirikchilik? Tirikchilik ekan. Mana akalar keyingisi. Nechi puldan aka taruzlar? Taruzlar 5 ming aka, tanlab olishga bo'ladi. Tanlab olishi 5000 da. Qayerki bular aka? 1000 buloqdik aka. 1000 buloq, jami shu aka. Qumda bo'lganmi? Gap yo'q. Dehqonchilikmi? Yo, tirikchilik, ha? Akalar mana. Tanlab olish qancha? 5000 danmi? Tanlab olishi 5000 dan ketibdi. Hop, keyingisi bitta mana. Tog'a xormi? Nechi puldan olgan taruzlar? 1200. 1300 dehqonchilik. Dehqonchilik ekan. Gapi qayda bo'lgan? Mashin nimada bo'lgan? Ishonchakda bo'lgan. Qayda edi u? Mana dayra bo'yidan, dayra bo'yidan. Ha, Jamashuda. Ha, Jamashu 1000 buloq. Jamashu 1000 buloq akalar. Nomeringizni qo'yamizmi? So'raganlarga poliyada bormi? Bor. Haykalda. Nomerni ayting. Yirik tarvuzlar Gapi, lekin yangi ekan mana. 94 154 154 3064. 3064. Aloqaga chiqarasizlar akalar mana. Tonna olaman degan nechi puldan berasiz poykalni? Beraveradi, u tarvuz zo'r bo'lgan. Serobchilik. Foydalanishga berilaveradi. Foydalanishga berilaveradi, ha? Umringizni oqsin, kahon. Gap yo'q. Sog' bo'ling. Like bosib turasizlar akalar mana. Bo'ldi. Sog' bo'ling. Hop, keyingisi hozir buni ham beramiz akalar, lekin narxlar bomba bo'lyapti. Mana. Aka, nechi puldan olgan tarvuzlar? 5 mingdan tanlab ol. 5 mingdan, ha? Mana shundan bari. Vashadan bag'i 5 mingdan. Dehqonchilik, tirikchilik. Ha? Dehqonchilikmi? Dehqonchilik, ha? Dehqonchilik, ha. Poliya qayda aka? Zadariyada. Oq qumda bo'lgan, ha? Qumda bo'lgan. Lekin zo'r ekan, shirin tarvuzlar. Ana foydalanuvchilarga nechi puldan beramiz? Tonna olaman deganlarga. Joyidan bo'lsa o'zdan qilib beraveradi. Qancha endi masalan nomeringizni qo'yib ketaman-da hozir. Telefon qilishadi. To'g'risi gap, Ha. tirikchilik bizniki. Endi Ha. aytmasam bo'lmaydi. Tirikchilikmi? Ha, bo'ldi. Lekin dehqon narxida beraveraman de. Ha, yengil beraveramiz. Bo'ldi, gap yo'q. Baragasini bersin. Hop, keyingisi tarvuz zo'rlar ekan mana.
Aka sizdanmi bular? Nechi puldan aka? 1,5 mingdan gap yo'q. Tanlab olishchi buni haligi, turishchi. Kiloga, dehqonchilikmi, tirikchilikmi? Tirikchilik. Tirikchilik, ha. 1,5 ming, lekin tarz yangi. Gap yo'q, akalar, tarz yangi ekan bu lekin. Kecha uzilgan ekan. Gap yo'q, tog'ala hali. 1,5 mingdan akalar tarz. O'ta bomb bo'lib ketdi narxlar. Qovunlar narxini yoritaylik aka, tarvuzlar ko'paydi. Aka shak obuna olyaptimi? Aha, 4 ming. 4 mingdan bunisi-chi? Bunisi 3,5 ming. Nomi nima edi buni? Aeroport. Aeroport 3 ming so'mdan. Dehqonchilikmi aka? Yo'q. Tirikchilik, ha? Bu ham sizdanmi? Sherik aka. Nechi puldan aka? Ularsan aka 5,5 mingdan qo'yib beryapti. 5,5 mingdan qo'yib berish ekan akalar. Gap yo'q. Barakasini bersin akalar, lekin narxlar o'ta bomba bo'lyapti. Qo'ldan kelgan yoritib boryapmiz. Mana, keyingisi. O Damasda ham bor ekan. Dehqonmisiz aka? Nechi puldan aka bu? 15 mingga ikkita. 15 mingga ikkita. Kiloga nechi pul kiloga aka? Kiloga sotilgan yo'q. Dehqonchilikmi aka? Paykalni nechi puldan beramiz so'raganlarga, nomerini qo'yib ketamiz. Baraka top. Gap yo'q. Aka, dehqonchiliga? Tirikchilik. Dehqon gap yo'q. Qovunlar mana bunisi-chi? 10 mingga 3 ta sotyapti bunisini. Bunisi 10 mingga 3 ta. Nargisi-chi? 4 ming kilosi. Oti nima edi nomi? Ko'kcha qovun, ha? Falani erta pishadi. Erta pishadi. Kilosi qancha? 5 mingda 4 ming to'g'risiga qo'yib. 5 ming deb 4 mingdan beryapsiz. Qan to'g'ri, qan. Gap yo'q. Barakasini bersin. Mana keyingisi. Tog'on ish pul ekan qovun. 15 ming kilosi. Kilosi 5 ming so'mdan. Siznikichi, nechi pullar? Kilasimi? Ha. Yo, videoga olyapman, YouTube'ga chiqaraman. 4 mingdan. 4 mingdan, gap yo'q. Barakasini bersin. Kilosi 4 mingdan ekan, akalar mana. Oxirgacha ko'rib turaverasizlar. Qovun ish puldan ekan aka? 3,5. Nomi nima edi buni? Aeroport. Aeroport degan, ha? Dehqonchilikmi? Paykaldan ish pul beramiz so'raganlarga. O, tonni olaman deganlarga. Paykaldan ish pul beramiz so'raganlarga. 3 ming kiloga. 3 ming. Tonni olaman deganga. Tonnaga 3 ming. 3 mingdan, ha? Manzil qayda? Manzil Popda. Popda. Nomeri qo'yamizmi? Nomeri qo'yamizmi? Nomer berasizmi? Ayting siz. 94 300 357 mi? 307 65 13 akalar. Aloqaga chiqarasizlar mana. Qo'ldan kelgan yoritib beraman. Nechi pulga tog'a sizniki? 2,5 ming kiloga. 2,5 ming. Nomi Aeroportmi? Gap yo'q. 2,5 mingdan ekan. Ko'kchalar qanchadan tog'a? Ko'kcha. 5 mingdan beryapti. 5 So'rang, ko'kchan dona kiloga 3 ming, dona bergan beraman. Donaga nechi pul? Asli tanlang kelishaylik. Bo'ldi, gap yo'q. Aka nechi puldan ekan tog'a? kiloga 3 ming. Kiloga 3 ming. Aeroportda bu yo'q? Gap yo'q. Barakasini bersin. Kun bayram bo'ladi, kelinglar. Vo'na, bayramga keldik mana. Nechi pul ekan bu ko'kcha? Toshkent ko'cha. Nechi pul? 4 ming kilosi. Toshkent ko'chalar 4 mingdan mana, kelinglar. Toshkent ko'kchalar 4 mingdan ekan. Dehqonchilikmi, tirikchilikmi aka? Tirikchilik aka, asfalt dehqon. Gap yo'q. Barakasini bersin. Qo'ldan kelgancha yoritib boryapsiz akalar. Tarvuz nechi puldan ekan sizga? 10 ming tanlab olish 10 mingdan, ha? Gap yo'q. Zo'r bo'pti. YouTube'ga baraka top. Boy aka nechi pul aka qovunlar? Aeroport. 2,5 ming so'mdan qo'yardi kilosini aka. Zo'r-ku, 3 ming deyishyapti hali. Bizga dehqonchilik aka. Dehqonchilikmi? Xo'p, dehqon bo'lsa qayda ekansiz? Pop kenagasidan. Pop kenagasidan. Paykalda qancha beramiz tonni olganlarga? Bunlarga 2,5 beraman. 2,5 dan berish ekan tonni olganlarga akalar.
Xo'p, biz davom etamiz akalar mana. Bozor obdon aylanib sizlarga o'sha yerda ilgariga rasm qovuladigan bor ekan. Hozir bilib beraman. U Begzod qovun deydi-yu. Gap yo'q. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Banan ish bilakan-chi? 17 ming kilosi ekan bananni mana. Aka qanaqa qovun edi mana shu? Ha? Kampir chapa? Begzod qovun deydi shkilgari. Aka nechi pul ekan mana shu qovun? 5000 so'mdan kiloga. Kiloga nomi nima edi? Abdurahmon qo'ychi. Nomi nima edi? Ko'kcha. Bu ko'kcham bu ham. Ko'kcha nargisi. Begzod qovun deydi-da. Begzod qovun deydi ilgari. Shirin bo'ladi. Qana kelar. Narxlari xudo xolisi qo'ldan kelgancha yoritib borishga harakat qilyapti. Nech puldan ekan tarz tanlab olishga? Nech pul? 5000 dan ekan kelar mana. Tanlab olishi 5000 so'mdan ekan. O moshnalarda. Simidi. Nech pul ekan qovunlar aka? 6000 so'm, 6000 ekan kilosi. Kilosimi? Kilosimi? 1 kilosi. Gap yo'q. Taruzchi taruzlar. Taruz 1,5 kilosi, 1,5 ming. Kilosi 1,5 ming akalar. Gap yo'q. Qo'ldan kelgancha taruz narxlarini, qovun narxlarini yoritib bordik akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Narxlar o'ta bomba bo'lyapti akalar mana. Mashina ham bilib beramizsan egasi. Ay, boy aka sorma. Nech pul aka? Dehqonchilikmi? 6 ming? Kilosi 6 ming. Tanlab olishchi? Tanlab olish yo'q, faqat kiloga ekan akalar mana.